Toyib shunday go'zal shahar. Qaysi joyga borsak, hojonalar ana shu joyga nima sababdan borganligimiz haqida yoki bitta sahoba haqida o'rganib qo'ysak, jamoatimizda 50 ta odam bor. 50 ta odamdan hech bo'lmasa 5 ta odam eslab qoladigan bo'lsa, 5 ta odamga ta'sir qiladigan bo'lsa, bu katta yutuq. Xo'p, biz hozir kelgan joyimiz eng mashhur sahobalardan 4 ta abodillarda bittasi Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning qondosh jiyani. Amakilari Abbos ibn Abdul Muttolibning o'g'illari Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhumoni masjidiga keldik. Mana orqamizda turgan sariq masjid Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhumoning masjidlari. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhumo Payg'ambar alayhisolamning amakilarini o'g'illari bo'ladi. Ya'ni jiyanlari. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ro'ppa-rosa 50 yoshga kirgan paytlarida Abdulloh dunyoga keladi. Onalari Ummu Fazil Abdulloh tug'ilishi bilan olatda Payg'ambar alayhisalomga yuboradi. Rasulimiz alayhisalom tupuklaridan olib Abdullohni tomoqlaridan ko'tarib qo'yadi. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhuma Payg'ambar alayhisalomni oldilarida katta bo'ladi. Muhammadiyya madrasasini ta'limini olgan, Payg'ambar alayhisalomdan juda katta ilmga ega bo'lgan sahoba bo'ladi. O'zlari rivoyat qiladi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kun haloga hojatxonaga kirgandilar. Abdulloh abdastida suv oldida tahoratxonaning eshigiga qo'yib qo'ydi. Payg'ambar alayhisalom chiqib suvni ko'rdi, xursand bo'ldi. Buni kim qo'ydi dedi? Abdulloh o'zi Ibn Abbos deb o'ziga kinoya qildi. Ibn Abbos Payg'ambar alayhisalom Parvardigoro Abdullohni dinda faqih qilgin deb duo qildi va u Hibrul umma degan laqab oldi. Ya'ni ummatni olimi degan laqab oldi. Payg'ambar alayhisalom bir kuni Abdulloh ibn Abbosni bag'irlariga bosdi-da, Parvardigoro Abdullohga hikmatni ato qilgin deb duo qildi. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhuma tarjumanul Qur'on degan darajaga yetdi. Sahobalar ichida eng ilmi qattiq, ilmi kuchli insonlardan bo'ldi. Umar radhiyallohu anhu agar diniy masalalarda bir tushunmovchilik, bir mavzular bo'lib qoladigan bo'lsa, Abdullohga qarab turib, "Ey G'avvos" derdi. G'avvos degani suvga sho'ng'iydigan, ha? "Ey G'avvos, qani bitta mana shu masalaga sho'ng'ib ko'ringchi" derdi. Ya'ni bir mana shu masalani o'rganib qo'ying, darajasi shu darajada edi. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhuma ilm olishlikda shunday bir halim inson bo'lgan. So'rashdi, "Ey Abdulloh, siz bu darajaga qanday qilib erishdingiz?" dedi. "So'raydigan til bilan va tushunadigan aql bilan erishdim" dedi. So'raydigan til bilan va tushunadigan aql bilan erishdim dedi. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhuma mana shu masjid o'rnida darsxona qildi, madrasa qildi. Usulni qarang. Bir kun Qur'ondan dars berardi, bir kun hadisdan, bir kun she'rdan, arab tilidan dars berardi, bir kun faroiz ilmidan dars berardi, bir kun savol-javob qilardi. Ya'ni talabalarga ilmni qiziqtirishlik uchun savol-javob bilan yetkazardi.